keyingisi 21, evet. 11 ko'paytirib 200. Ko'paytirib 100. 10 santimetr 10 santimetr shaklida bo'ladi. 20 santimetr bo'ladi. Ana kuni gaplashganimizdek aytdik, qattiq narxlar yoki svarka qanaqa bo'lsa, ulanayotgan joy bo'lsa, ana shu joyda 8 tali armaturadan kam bo'lmasdan, kam bo'lmagan secheniyada shagini 10 santimetrdan olinadi. Endi bu taraflarga ham tushirib qo'yamiz. Pastkiga ham, tepaga ham, secheniylarga razrezlar. Aslida ham turibdi. Tepani qanaqa qilamiz endi? Tepani shuni bitta tortamiz. Tepani ko'rsa bir turganda ko'rgandik. Tepada mana narxlarni ko'rsatmasak ham bo'ladi, chunki chalkashib ketib qoladi. Chunki mana verniy armiya va nijniy armiyani hammasini ko'rsatdi. Bitta o'rinda turganini faraz qilsa, tekis bor, lekin doполнительно ko'rsatib qo'yamiz. Bo'lsa, mana ko'ring, pastda shayba yo'q. Shaybani ham tepadagi qo'yib qo'yamiz. Pastda bo'lmaydi. Doполнительно armiyalarni chiqarib qo'yishimiz kerak. Pozitsiyalaymiz. Qara bundoq edi. Ekran tushirib qo'ysak, mana shu to'xtayapti degani bilinadi. Mana shu yerda buni olib qo'ysa, mana shu yerda bor. Doполнительно degan. Qo'yamiz. O'zingizga bundan ham yaxshiroq tushuntirish usullari bo'lsa, shunaqa usullardan foydalanaverasizlar. Men shunaqa holatda qilaman-da, shunaqa. Doполнительно olib turibdi, ammo splashni ketdi degan. Buni pozitsiyalayotganda ham doполнительно pozitsiyasini berib qo'yish kerak. Bunaqa bor, отдельный стержень o'rtasida bor. Verniy, nijniylar bor. Endi bularni shu pozitsiyalar spesifikatsiyasini qilib chiqsak, buni отдельно hamma spesifikasiya yozilib, nechta shtuk betonni xamuti shuni qilinadi keyingi etapda.